Assalomu alaykum vatandoshlar. Aeroport Domodedovadan gapiramiz. Bir sutka ichida granitsa qilib kelish. Hurmatli vatandoshlar, albatta to'g'ri eshitdingiz. Bir sutka ichida aeroport Unukva yoki aeroport Domodedovadan Samaraga borasizlar va Ilis chegarasiga borib kelib chiqib kelasizlar bir sutkada. Eng qulayliklari shundaki, samolyot, bilet bordi keldi, tуда обратно va taksi xizmatlari hammasi o'zini ichiga. Narxlari ham hamyonbop narxlarda. Eng qulayligi aeroportga kelasiz va uchasiz, borib tushib, taksilar sizni kutib oladi, olib borib granitsaga o'tkazib qaytarib yana aeroportga olib keladi Samaraga va aeroport Samaradan Moskvaga qarab uchasiz bir sutka ichida. Hurmatli vatandoshlar, narxlari ham hamyonbop narxlarda. 13-stol, 11-oy, 2025-yil. Bilet granitsasidan chiqdik. Akalar bilan kelib chiqdik. Akalar qanday kirib chiqdinglar? Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Samaraga kelib, Ilis chegarasiga kelib, granitsa qilyapmiz bir sutkada. Moskvadan yo boshqa Piterdan uchib kelsalaring Samaraga, Samaradan Sherzod akamiz o'zlari kutib oladilar. Choyxonaga olib kirib, choy ichib, hamma zakonni qilib, granitsaga qarab ketiladi. Ochiliklari yo'q granitsada. Keyin отпечатка olinmaydi. Spokойno kirib, spokойno chiqasizlar. Sherzod akamizga rahmat. Chotga olib borib, chotga olib kelyapti. Hozir mana kirib chiqdik granitsadan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassalar past raqamlar qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa zo'r.